Voy, Oy, assalomu alaykum adash. va alaykum assalom adash, qanday ahvoling, yaxshimi? Yaxshi, alhamdulillah. O'zingchi? Ha, men yaxshi. Nima Voy, men uyushundagi bolalar bilan jiddiy yig'in o'rlashtirgan degina, shu yagmoqdan poyist saqlayapman. O'zingchi nima? Shu balla so'rin qilib chaqiribdi, shu aymondim. Senchi yo'qolib ketding, so'rin qilsin bormaysa. Voy, adash hozir so'rin o'ynaydigan nadiki vaqtda esa shu vatan xalq millatning ishi deb bek aldirash bo'lib ketdi. Onun üstüne yaqında rezil Xitoylar yama asko bitibdi degina va xalqimizni uy-uylariga sulab qo'saqdan osh qo'yib o'tirib qara. Men u xabarni anglab gelimdan zot nonmi o'tmaydigan bo'ldi. Va sen uchun nima ishlarni qoldirash o'tib borsan? Shu adash, men uy biqib ishlab degandek ishlar. Har adash men bir mashina olgan degan o'tgan kun. Va shipichetga qara, ot kuchi vahshi, otdiki o'zni. Muborak bo'lsin adash mashinangga. Ammo vatanda nima ish bo'tdi angladingmi? Anladım adaş. Endi bu çetel turib nima qilib beramiz degan avlaga. Amal yo'q emas adash, bir harakatga o'tishimiz kerak emasmi? Ha, endi sizlar qilinglar uni. Biz endi qo'limizdan ish kelmaydi degina. Nostik sen bilirsen men uy bakmısam olmaydı. Balamni bakmısam olmaydı. Onun üstüne men yeni bir mashina aldım. Onunki deykonsun palan pulga. Şunu tölemsem olmaydı degina adaş. Adaş sen de turmuş bizde mi ba? Turmuş yaşadık da vatanımız, xalqimizni unutib qolsak qanday bo'ldi? Biz shularniki bir qantar badliga yashayotgan tursak, qo'landan hech ish kelmaydi deysa. Va bu namoyish bo'lsa bir chiqib qatnashmasam emasmi? Sharq Turkistonlik bir erkak bo'lish sifatimiz bilan Sharq Turkistondagi zulm chekayotgan insonlarni qutuldirish, shularga yordam qilish, vatanimizni ozod qilish hammamizning burchi emasmi? To'g'ri deysan, to'g'ri deysan. O'zingni bir Sharq Turkistonlik erkak deb hisoblasang, aldığımızdaki cuma günü Oslo Sturting'in aldıda saat 12'de namayişimiz var. Şuya kelgen. Ben sen bile şuya da görüşeyim. Boptu Allah'a emanet. Sen sorunun yaxşı oynadığın adaş. Makul. Ya Rabbim, Şarkı Türkistanlık erkeklerimizge iman, gurur ve vicdan ata kılaysız. Abi kaptanlar acayip bakılıp kaldım. Boldu hemen sorunum bağmaptı mı? Namaşta kaçan degenden? Namayişkiler cuma günü, yani 9. ayının 16. günü saat 12'de Oslo parlamentinin aldı ötküzüldü adaş. Aylanım hep kelgen. Tamam buldu. Ben şu sorundaki ballağımı telefon qilib qo'yay, biz bilan bilib olsun. Maşallah adaş. Allah senden razı olsun. Sorundaki ballağılam emas. Belki etrafını tanıydığı her bir adamga dep qo'ygan. Avazımız qancha kuchli bo'lsa, namoyish shuncha unumli bo'ladi. To'g'ri deding. O'sha ekran oldidagi Sharq Turkistonlik erkaklarimizga bu xabarni bildirib qo'yaylik. Ekran oldidagi Sharq Turkistonlik erkaklar kelar juma kuni yana 9. ayning 16. günü saat 12'de Oslo parlamentinin oldida namoyish bo'ladi. Sizlarning kelishinglarni umid qilamiz. Allohga emanet. Allohga emanet. Destur yigitler, biz erkinlik jangchilari, destur yigitler.